Qachonki siz vafot etsangiz, sizning ruhingiz tanangizni tark etadi va uzoq safarga otlanadi. Bu safarning bir necha bosqichlari mavjud. Bugungi videoda aynan shu safarning birinchi bosqichi, ya'ni ruhining qabrga tushishi va tana bilan birlashish haqida gaplashamiz. Siz o'z dafn marosimingizda hozir bo'lasiz. Siz o'z tanangizda yerga qo'yilganini dafn qilishga tayyor holatda ko'rasiz. Siz bularning barchasini ko'rasiz, eshitasiz va his qilasiz. Qachonki odamlar sizning jasadingizni qabrga qo'yib, ustingizga tuproq sepishni boshlasa, sizning ruhingiz ham tanangiz ketidan qabrga kiradi. Siz sevgan insonlaringiz va yaqin do'stlaringiz o'z qo'llari bilan sizga tuproq sochishni boshlaydilar. Siz tuproqning ustingizga tushishini his qilasiz. Ular tuproqni sepishda davom etadilar toki siz butunlay yer ostida qolmaguningizgacha. Shu bilan siz qabrda tuproq bilan qoplangan holda qolib ketasiz. Siz hushyor bo'lasiz. Albatta jismonan emas, balki ruhiy jihatdan tirik bo'lasiz va barchasini his qilasiz. Keyin sizning oila a'zolaringiz sizni haqqingizga duo qilib, bir necha yaxshi so'zlar aytib, qabr atrofidan uzoqlashadilar. Siz esa ularning ketayotganini, qadam tovushlarini eshitasiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tasvirlaganlaridek. Natijada siz qabrda yolg'iz qolasiz, zulmat va sukunat ichida. Keyin nima bo'ladi? Sizga ikki farishta, Munkar va Nakir keladilar va 3 ta muhim savol beradilar. Bu savollar sizning taqdiringizda eng hal qiluvchi savollar bo'ladi. Ular sizdan quyidagi savollarni so'raydilar. Sizni diningiz nima? Ya'ni sizni hayot tarzingiz qanday? Sizni payg'ambaringiz kim? Sizni parvardigoringiz kim? Bu savollar tartibi o'zgarishi mumkin, ammo mana shu 3 ta savol asosiy bo'ladi. Agar siz ushbu savollarga to'g'ri javob bera olsangiz, qabr hayotingiz osoyishta va rohatda o'tadi. Siz qiyomat kuni farishta sur chalingunga qadar tinchlikda bo'lasiz. Ammo agar savollarga noto'g'ri javob bersangiz, qabr hayotingiz azob va dahshatga aylanadi. Shuning uchun bu savollarga to'g'ri va aniq javob bera olish uchun bugundan tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Ammo bu yerda katta bir muammo bor. Ko'plarimiz shunday deb o'ylaydi. Men musulmonman. Men javoblarni bilaman. Albatta to'g'ri javob beraman. Lekin bu ishonch yetarli emas. Sababi ko'plab olimlar ta'kidlaganidek, qabrda savollarga nafaqat til bilan, nafaqat aql bilan javob beriladi. Javob qalbingdan chiqadi. O'sha daqiqada sizning qalbingizda nima bo'lsa, o'sha holat yuzaga chiqadi. Agar siz hayotingizda namoz o'qimay, islomiy hayot tarziga amal qilmay, Qur'onni imkon qadar tushunishga harakat qilmay o'tkazgan bo'lsangiz, agar siz islomda yashamagan bo'lsangiz, unda sizning qalbingizda aslida islom bo'lmagan bo'ladi. Biz shunga ishonch hosil qilishimiz kerakki, imkonimiz darajasida islomda yashashga harakat qilyapmiz. Men barcha musulmonlar ideal bo'lsin, olimlar kabi bo'lsin demayman. Men barcha musulmonlar payg'ambarlar kabi mukammal bo'lsin ham demayapman. Ammo biz doimo Allohga yaqinlashishga intilishimiz kerak. Shunda o'sha ikki farishta Munkar va Nakir kelib savollar berganda, biz o'z qalbimizdagi haqiqiy iymon bilan to'g'ri javob bera olamiz. Bizning javoblarimiz Allohdan boshqa narsaga bog'liq bo'lmaydi. Islom bizning faqat tilimizda emas, balki qalbimizda ham mustahkam joy olgan bo'lishi kerak.